Aka 2,5 million so'mga nimalar kiradi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2,5 million so'mga 3 tasi birda bo'lgan raskladnoyimiz kiradi. Ko'ringlar. Mana bunday qilsangiz spalni bo'ladi. Spalnisi ham juda uzun, juda ham katta bo'ladi. Ko'ring. Ikki kishi sig'amizmi, oyog'imiz chiqib qolmaydimi deganlar uchun mana oyoq chiqmaydi. Bemalol odam yotsa bemalol sig'adi. 3 tasi birda deganda ko'ring. Mana bu holati spalni holati. Mana bu holat sandiq holati. Ichida sandig'i ham bor, spalnisi ham bor. Hamda qilsangiz mana divani ham bor. Bemalol televizorda ko'rib, laykni bosib o'tiraverasizlar, hurmatli obunachilar. Bunimiz ikkita bir xil svetda Jizzaxlik Ravshan hoji akamizga ketyapti. Ravshan hoji aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Laykni bosishda davom eting. Ekran ostidagi telefon raqamlariga telefonni qilib, bitta yurakchani tirsillatib, do'stlarga ulashib qo'yasizlar. Hammamizga shunaqa yaxshi mebellar nasib qilsin. Farhod mebelga murojaat qilaverasizlar. Tirs.